Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar Mir 999 kanaldasizlar va bugun anchadan beri open pack qilmay yurganim va bugun Worlds Game'da open pack qilamiz va xudo xohlasa overimizni ham ko'taramiz. Hozir bizda 45 mingta almaz bor va hozir bunga bitta draft olamiz. Hali yana hisobimizda 2-3 ta draftchalarimiz ham bor. Yana boshqa akkauntimda ham open pack qilaman. 4 ta edi endi opshi. Tak, qani ketdi. Endi kiramiz, pakchalarni ochamiz. Cheki cha Husanov kelgan. Qani ketdi, bismillah. Hozir walkout. Dalgishi davlati Robertson. Bu Robertson. Qani ketdi ikkinchi pakimiz va yo'q, bunda walkout yo'q. Endi 3-pakni ochaylik. Bismillahirrohmanirrohim deb bosamiz. Katta ehtimol walkout bo'lmaydi. Zolotoy kitob 6-chi ochilsa agar ajoyib podarichka bo'ladi. Rivaldo, dribling, hamma dribling va kurchonli udar talantlari ham anchagina. Marquez sashtada o'ynay olardi, adashmasam. Olamiz. Cherki Marquez Rivaldo kerak bizga bo'ldi. Sostavimiz full holatda bo'ladi. O'zim sizlarga sostavni ham ko'rsataman. O'zbekiston o'g'loni Abduqodir Husanov. Raketa talant. Tezlik ya'ni. Tez sashtaga qaytadi. Qani ketdi, bitta pakchani bosamiz. Va bu adashmasam fatta ekran yomon qotib qoldi va nimalar bo'lyapti, kimdir tushyapti. Tilman 117 yaxshi. Qani yana bitta pak, keyin 10 talik bosamiz. O'ta kuchli hayajonlar bilan open pack qilamiz. Yo'q, hali bosmayman, hayajonli daqiqalar shubhalanyapman. Va 10 talikdan oldingi pak va hech kim yo'q. Va let's go, bosamiz endi o'rtoqlar, kim tushmasa. Bismillah deb boshlaymiz. Hozir pul tushadi, chunki bismillah dedim. Pul tushsa obuna bo'lasizlar. Qani ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Bosamiz. 1, 2, 3. Pul A. Mana shuncha karkar qildim. Pul A nima dedim men sizlarga? Portugaliya CP. John Nevish, Vitinha. Bizga bu ham kerak emas. Hech bo'lmasa 90 tushish kerak edi. Orqasida 117 va 116 ham bor. Afsuski bugun O'zbekiston futbolchisi tushmadi tashi. Bir 5 ta O'zbekiston futbolchisi kelgan. Eng yaxshisi esa Abduqodir Husanov. Endi keyingi hafta kamida 117 Shomurodov kelish kerak. O'zi yana pak ochamiz. Bismillah, qani ketdi. Oxirgi pakimiz. Va biz sostavga bitta yangi odam olamiz. Hozir fragmentga oxirgi pakdan walkout, Niderlandiya, CP, Reinders. Nimagadir Kamashko qo'shilgandek bo'ldi. No'hay mayli. Transfer bo'limiga o'taylik. Shartlarni ko'raylik. Fragmentlarga kiramiz va fragmentlarni almashtirib olamiz. 114 larga shamasini beramiz. Va men xohlagan odamni olamiz hozir o'rtoqlar. Menda bitta 116 bor sostavimda hozir. O'sha ham Volotarlar quroli Thibaut Courtois. O'shani hozir almashtiramiz. Hozir kim olishni ko'rib chiqamiz. Hozir mana ko'ringlar, resaveri qanaqa. O'sha Kobelni yoki Ryan olaymi. Hozir Poixdan ko'ramiz. Qancha turishini. Maski hayron bo'ladi. Lazgi hayron bo'ladi. Kobel menga tushganmi?
Qachon menga Kobel tushdi? Adashmasam Kobel tushmagandi o'rtoqlar, lekin bu yerda Kobel ko'rsatilyapti menga. Bilmadim men. Nimaga bu yerda Kobel ko'rsatilayotganini? Menga Kobelim qani? Men Kobel oldimmi o'zi? Yo'q. Hozir emblemaga kirib ko'raylik. Mana u TOTS emblemasini full qildi. Nima o'yring bunaqa o'chib ketgan F ga bak bo'lganmi demanglar. Tak TOTS emblemaga kiramiz va игрокini bosamiz. Mana bizda 119, 118larimiz to'lib yotibdi. Sane, Berbatov, Marko, Asensio. Qani Kobel? Mana tushgan ekan. Attang fragmentga berib yuborgan ekanman. Hozir shuncha fragmentga 7400 taga o'zini narxidan 5 karra ko'pga hozir yana qaytib Kobelni o'ylayapman. Va hozir top vremaga Kobel bilan Ryanni solishtiraylik. Sal baribir ishonchim komil emas mencha Kobel zo'rligiga, chunki refleksi sal pastroq refleks debman. Esimda выносливость demak narsasi past edi ko'rganimda. Ba'zi odamlar Ryan zo'r deyapti, ba'zilar Kobelni. Qadayapti bu? Srazu Kobelni olayveraylik. O'rtoqlar, sizlar o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Raya yoki Kobel. Rayani 119 emas, 118. Nima пока что albatta Kobelni olaman. Подписаться ketdi. Подписать, подтвердить. Mana Walkout. Kim narsa bo'ldi? Shvetsariya, Valter, Borussia Dortmund. Hozir Kobelga 4 ta rang beraylik. Rangga butonlar yog'ildi. Chunki yangi hafta keldi, diviziondan sovg'alarni oldim. Sovg'alar mehnat qilingan narsalarni oldik-da. Sizlar ham komandalaringni ufa qilinglar o'rtoqlar, ya'ni O'zbekistonni qilinglar. Yaxshi bo'ladi. Birinchi rang ketdi, hozir ikkinchi rang. Hozir yana bitta boshqa akkauntimga ham kirib open pack qilaman. Bundan oldin, hozir shu videodan oldin yana bitta akkauntimda open pack qilgandim o'rtoqlar. Unda ham 10 ta draft ochgandim. Lekin ana u xaridor kadrni zapisni yoqish esimdan chiqibdi. Shuning uchun kechirib qo'yasizlar, iltimos. Mana hozir Kobelni olamiz va hozir FKdagi ikkinchi mesdagi valadar, chunki statistika bo'yicha menimcha, chunki birinchi mesdada Ryanni 119 kelgan, uni statistikalarni bilmayman. Va быстрое добавление va bo'ldi, hammasi to'liq. Обмен. Kobelni kartochkasi o'rtoqlar 122 darajaga chiqarilgan. TOTSda ajoyib omad keldi. Bold Game'da ham endi omad kelishini istardik, istaymiz ham. Yana o'rtoqlar bir 4 kun shu yakshanba kunlari men yana sizlar uchun video chiqaraman, chunki ismi nima edi? O'sha kuni Marquinhosni olamiz va Carragherni almashtiramiz. Carragherga ham ancha bo'lyapti. Va hozir Hamshikdan trenirovkani Kobelga o'tkazamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, iltimos like bosib, поддержка qilinglar. Bilaman, anchadan beri video qo'ymayotgandim, chunki oxirgi bor video qo'ygandim. Cho'tta aktiv past bo'lib ketgandi, juda past bo'lgandi. Attiga 10 ta obunachi, lekin premyer qancha prosmotr bo'lgan. Obunachi вообще-da. Hozir meni kuzatayotganlarning 90% obuna bo'lmagan. Obuna bo'linglar, 1000 ta bo'laylik. 1000 tadan keyin 2000 ta, 2000 tadan keyin 10 000 ta, 10 000 tadan keyin 100 000 ta. Orzuga aybi yo'q baribir. Qatma onnayni. Onadan so'kmaymiz, onadan so'kish gunoh.
Короче, o'rtoqlar, sizlar like bosib, podpiska bo'linglar. Hozir yana bitta akkauntimga kirib open pack qilamiz. Videoni o'tkazib yubormanglar. Hozir qaysi akkauntimga kirib open pack qilishimizni ko'rasizlar. Qaysi akkauntimga kirib. Manda o'sha hozir kirib open pack qiladigan akkauntimizda manda o'sha Rayani full kartasi bor. Может быть, sfotkalarni ko'ramiz. Выход в лотерею, бросать мяча, выброс мяча. Короче, shularni hammasini qilinglar, bo'ldi. Выход anavi kerak emas. Выброс anavi pas berishida Volodarni qo'li bilan. Lutchi chiqishiga bersanglar yaxshi, chunki mana masalan birga biron kishi kelayotganda ham chiqishiga bersanglar yaxshi bo'ladi. O'zi zaminadan odamlarni o'chirib ko'ramiz. Raul Sibalza, Courtois Sibalza, Gvardiol Sibalza, John Neves Sibalza. Sibalza naq deydi-ku. Vitinhani o'chiramiz va overni ko'ramiz. 125 bo'ldi. Ana do'stlar, ajoyib daqiqalar. John Nevesni zaminaga qo'ysak, menimcha over tushmaydi-yu, tushmaskan. Ajoyib daqiqalar. Danatsiz 125 qilib bo'lmaydi deganlarga mono akkaunt ko'rsatinglar. Yana danatsiz 125 akkauntlar ko'p, prosta kayfiga maqtanib yuboryapman-da. Endi open packga o'tamiz yana. Hozir bir 10 ta yoki 9 ta draftga open pack bo'ladi, lekin javob walkout 3 ta bo'lsa kerak, kamida Mirazis sifatida davom etish. Hozir yana bitta akkaunt jamboda Facebook qo'llangan, o'shanga kiramiz. Over 120. Qatma deyapman men senga. Gapirishimga e'tibor bermanglar. Sheyvan bunaqa emas, prosta kayfiga shunaqa gapiryapman. No. Dishni 119 kelibdi. O'ylashga esa 118 karta berishibdi. Navbat 119 kamida berish kerak edi, chunki Olis har oxirgi daqiqalarda gol urdi. Bunaqa gol urish hammaga emas. Keyin uni ham olib kelish kerak edi-da. Husanovga 119 over berish kerak edi, chunki mavsum jamoasida Husanov asosiy защитник. APLda shu mavsum hattoki himoya hujumchilar Husanovni 10 marta ham aldab o'tmagan. Bunaqa statistika har bitta hamma защитникka emas, hatto 2 marta Oy jamoasida ham Husanov bo'ldi. Bitta akani videolarini ko'rib tursanglar, yana nima edi? Husanov. Manchester City'ning 3 ta eng o'yinchilaridan biri ham bo'ldi. O'sha ham boshida o'ynaganda, o'sha ham zo'r o'yin olmaganda, hozir 117 tushdi, uzr aytish esimdan chiqibdi. Hozir Kubo adashmasam. Kubok. Qani ketdi, yana bitta walkout beray. Gapirayotganimda walkout beradi. Gapirmasam ham walkout bermaydi. U yana gapirmadi, walkout berdi. Koreya son. Нападающий. Son emasmi bu? Sichok. Oyog'i shuni 5 ga 5 ekan. Bosamiz o'rtoqlar va 50 ta ochko bo'ldi obshi. Mana yana 3000 taga bosib yuboramiz. Nega qotyapsan? 5 ta ochko berdi. Yana bosamiz o'rtoqlar. Biz faqat bosamiz kozni. Sizlar esa like bosib obuna bo'lasizlar. Men faqat shunisini bilaman. O ochko berdi 20 ta, 115 menimcha. Da PZ 115 Choxiston. Marganiston. Markalanskiy shok. Anchadan beri video chiqmabdi. Iltimos aktiv qo'yinglar o'rtoqlar, aktivni yaxshi qilinglar iltimos. Men keyin sizlar uchun har kuni video olaman va oxirgi pak
Onasini bolasi walkout bermayapti F'ga. Eshak, qo'y yeydi o't, F'ga bo'ladi. Kommentariyada yozib ketinglar. Bilaman, bugungi videoda ko'p gapirdim. Yozib ketinglar kommentariyada. Patchwork activity qilaylik, virat qilaylik. Menga Liga Chempionovda ajoyib omad keldi. Postimni ko'rganlar bormi bilmadim. Postimni ko'rganlar bo'lsa agar, o'sha sostavim 123 ga chiqqan edi. Tottenham bilayman. Ketdi, keyin yana 122 ga tushdi. Men hozir yana 125 ga chiqardim osnovimni. O'rtoqlar, men hozir sizlarga donat qilishni maslahat beraman. Hech qanaqa reklama emas. Nimaga donat qilishni maslahat berasan desanglarga, chunki donat qilganing uchun bonus beriladi, to'g'rimi? To'g'ri. Agar bonus avvallari Raul 117 kartlarni 4 rang bergani 4 edi va bu pul B'ni o'yinchisi. Har safar pul B'ni o'yinchisi kelayotgandi. Shuning uchun hozir pul B'ni o'yinchisi emas, anavda 118 ga 4 rang bergani.